Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Men Davidov Yunus Jumayevich, O'zbek tili va adabiyot kafedrasi o'qituvchisiman. Sizlar bilan bugun hozirgi o'zbek adabiy tili fanidan o'zbek tili leksikasi va ma'no ko'chish usullari mavzusini ko'rib o'tamiz. Bungi rejamiz quyidagicha tashkil qilinadi. Dars mashg'ulotlarimiz. Demak, birinchi rejamiz o'z va ko'chma ma'no, ikkinchi rejamiz ma'no ko'chish usullari va uchinchi rejamiz o'z va o'zlashgan qatlam so'zlari. Hurmatli tinglovchilar, o'tgan dars mashg'ulotlarimizda siz bilan leksikologiya bo'limi haqida gaplashgan edik. Leksikologiya bo'limida demak so'zlarning lug'aviy ma'nosi, o'z va ko'chma ma'no, ma'no ko'chish usullari, so'zlarning shakl va ma'no munosabatiga ko'ra turlari, so'zlarning davriy nuqtai nazaridan turlari va so'zlarning qo'llanishiga ko'ra turlari, shevaga xos so'zlar kabi birliklar aynan shu bo'limda o'rganilishi haqida gaplashgan edik. Bugun o'sha mashg'ulotlarimizning davomi sifatida bir ma'nolik va ko'p ma'nolik hodisasi va ma'no ko'chish usullari haqida gaplashamiz. Demak, dastavval o'zbek tilidagi so'zlarni biz ma'nosiga ko'ra bir ma'noli va ko'p ma'noli so'zlarga ajratib olamiz. Bir ma'noli so'zlar monosemantik so'zlar ham deb yuritiladi. Ko'p ma'noli so'zlar esa polisemantik so'zlar deb ham yuritiladi. Demak, poli degani ko'p, sema degani ma'no, demak ko'p ma'noli so'zlar. Endi bir ma'noli so'zlar demak nutqimizda, tilda faqatgina bitta ma'noda qo'llaniladi. Bunga biz atamalarni olishimiz mumkin. Ilmiy atamalar yoki kasbiy atamalar yoki tildagi ayrim so'zlar faqatgina tilda bitta ma'noni ifodasiga xizmat qiladi. Masalan, o'sha ravish desak yoki so'z birikmasi yoki qo'shma gap, umuman bu kabi birliklar faqat bir ma'noni, bitta atamaning ma'nosini anglatishga xizmat qiladi. Bu kabi so'zlar monosemantik so'zlar hisoblansa, tilimizda bitta so'z birdan ortiq ma'noni ma'nosini ifodalashga xizmat qilishi mumkin va albatta bu ortiqcha insonni yukdan, ya'ni ko'proq so'z yodlash mashaqqatidan saqlashga xizmat qiladi. Ya'ni ko'p ma'nolik hodisasi bu tildagi juda katta imkoniyatlardan biri hisoblanib, demak, bizni ortiqcha yukdan xalos qiladigan muhim hodisalardan biri sanaladi. Demak, ko'p ma'nolik hodisasi turli sabablarga ko'ra yuzaga keladi. Birinchisi, o'sha ma'no ko'chish usullari natijasida eng faol yo'llardan bittasi ma'no ko'chish usullari yordamida ko'p ma'nolik hodisasi yuzaga keladi. Bundan tashqari, so'z yasalishi natijasida ko'p ma'nolik hodisasi yuzaga keladi yoki efemizm va disfemizm hodisalari natijasida polisemantik yoki ko'p ma'noli so'zlar yuzaga keladi. Demak, ma'no ko'chish usullariga to'xtalishdan oldin yana shu ko'p ma'nolik hodisasining yuzaga kelish yo'llariga qisqacha to'xtalib o'tmoqchimiz. Demak, so'z yasalishi natijasida ham polisemiya hodisasi yuzaga keladi. Masalan, yoz, demak, yozmoq fe'li bor. Demak, o'sha yozmoq fe'liga qo'shimcha qo'shilishi natijasida uvchi qo'shimchasini qo'shishimiz natijasida yangi so'z yasaymiz, yozuvchi. Demak, endi o'sha qo'shimchaning ko'p ma'noligi natijasida yana ko'p ma'nolik hodisasi, ya'ni so'z yasovchi qo'shimcha qo'shilish natijasida polisemantik so'z yuzaga keldi. Ya'ni yozuvchi birinchisi yozadigan yoki yozayotgan shaxs. Masalan, hurmatli insho yozuvchilar, demak, mana shu jihatlarga e'tibor qarating deb bir masalan ta'kidlasak, bu yerda insho yozuvchilar yoki esse yozuvchilar, demak, o'sha esseni yozishda ishtirok etayotganlar ma'nosini anglatadi. Aynan shu faoliyat bilan shug'ullanuvchi shaxs ma'nosini anglatadi. Va ikkinchisi, yozuvchi hayotni teran ko'z bilan ko'radi. Ya'ni bu endi badiiy asar yoki umuman ilmiy asar bilan shug'ullanuvchi, asosan badiiy asar yaratuvchi shaxs tushuniladi. Demak, yozuvchilar uyushmasi deymiz. Demak, bunda ma'lum kasbni ham ifodalashga xizmat qiladi. Uchinchi ma'nosi esa yozuvchi, ya'ni ma'lum bir, bu yozuvchi inson deymiz, ya'ni ma'lum bir shaxs yoki ma'lum bir narsa ustidan kimgadir arz qilib yozgan xatni yozuvchi kishini ham shunaqa ifodalaymiz. Demak, bir o'rinda umuman
o'sha faoliyat bilan shug'ullanuvchi shaxs bir o'rinda ma'lum bir kasb va bir o'rinda esa o'sha arzchi, da'vochi nazarda tutiladi. Demak, bunda o'sha so'z yasalishi natijasida yangi o'sha ko'p ma'noli so'z hosil bo'ldi. Bundan tashqari efemizm va disfemizm ham xuddi shunaqa, ya'ni biz so'zlarni qaysidir so'zlarni aytmasdan boshqacha nomlash natijasida ham biz o'sha polisemantiklik hodisasini yuzaga keltirishimiz mumkin va lekin eng faol usuli bularda ma'no ko'chish usullari. Demak, o'zbek tilida ma'no ko'chish usullari turlicha talqin qilingan adabiyotlarda, ayrim adabiyotlarda faqat ikkita ma'no ko'chishi tan olinsa, metafora va metonimiya tan olinsa, ayrim adabiyotlarda 3 ta metafora, metonimiya, sinekdoha bor deb qaraladi va ayrim adabiyotlarda 4 ta qilib, demak, metafora, metonimiya, sinekdoha vazifadoshlikka ajratiladi va biz aynan shu adabiyotlarga tayandik. O'sha 2 ta yoki 3 taga ajratgan adabiyotlarda ham boshqa hodisalar butunlay inkor qilinmaydi, lekin bir-birining ichida o'rganiladi. Ya'ni metaforaning ichida vazifadoshlik o'rganilsa, demak, metonimiyaning ichida sinekdoha o'rganilgan holatlarni ham kuzatishimiz mumkin, lekin biz alohida 4 ta qilib berilgan demak variantni oldik. Demak, ma'no ko'chish usullarining metafora, metonimiya, sinekdoha, vazifadoshlik kabi turlari mavjud ekan. Demak, bularga birma-bir to'xtalib o'tamiz. Birinchisi metafora. Metafora grekcha so'z bo'lib, ko'chirish, ko'chirim degan ma'noni anglatadi va bunda bir narsaning nomi ikkinchisiga o'xshashlik asosida ko'chiriladi. Demak, metaforada o'xshashlik eng muhim belgi hisoblanadi. Demak, o'xshashlik asosida bir narsaning nomi boshqa narsaga qo'yilsa, metafora asosida ko'chim sodir bo'ladi. Masalan, qozonning qulog'i. Demak, odamning qulog'i o'z ma'nosida, qozonning qulog'i ko'chma ma'noda va bu demak metafora asosida nom ko'chish hisoblanadi. Sababi aynan tashqi jihatdan o'xshayapti. Demak, aynan tashqi jihat o'xshashligi ham mumkin. Bundan tashqari belgi o'xshashligi bo'lishi mumkin yoki harakat, holat o'xshashligi ham metaforani yuzaga keltirishi mumkin. Masalan, rahmi kelib bulutning yig'lab to'kar yoshini, qushlar qochar majnuntol ko'taradi boshini. Bulutning orasidan quyosh kulib qaraydi, majnuntolning yuvilgan sochlarini taraydi. Demak, mana bu she'rimizda 10 ga yaqin metaforani kuzatishimiz mumkin. Harakat yoki holat o'xshashligi faolroq kuzatilgan holatlarni kuzatishimiz mumkin. Masalan, quyosh kulib qaraydi. Demak, kulmoq yoki qaramoq so'zlari o'xshatilyapti. Majnuntolning yuvilgan, demak, soch so'zi, demak, majnuntolning barglari yoki shoxlari sochga o'xshatilyapti. Shamolda majnuntolning shoxlarining tebranishi taralishga o'xshatilyapti. Demak, majnuntolning yuvilgan sochlarini taraydi. Ya'ni metafora faqatgina tashqi o'xshashlik emas, harakat yoki holat o'xshashligi, belgi o'xshashligi asosida ham tashkil etilishi mumkin. Nutqimizda metafora hodisasi juda ham faol, boshqa ma'no ko'chish turlariga nisbatan nutqimizda faol qo'llaniladi. Metafora asosan ot va fe'llarda kuzatiladi, lekin albatta bu boshqa turkumlarda yo'q degan xulosani bermaydi. Boshqa turkumlarda kam bo'lsa-da uchraydi. Demak, metafora yo'li bilan hosil bo'lgan semima davrlar o'tishi bilan o'ziga xos atash semalarini kasb etishi natijasida bosh ma'nodan uzoqlashib, yangi leksimani hosil qilish mumkin, ya'ni omonim so'ziga aylanib ketishi mumkin. Ya'ni so'z ma'nolari orasidagi bog'liqlik yo'qolishi natijasida alohida leksima, ya'ni omonim so'z yuzaga kelishi mumkin. Masalan, gap nutq birligi va gap ziyofat yoki kun. Demak, kun sutkaning bir qismi va kun quyosh ma'nolarini anglatadi. Demak, bu kabilarda ham so'z ma'nolaridagi bog'liqlik uzilishi natijasida demak omonim leksimalar yuzaga kelishi mumkin. Navbatdagi ko'chim turi bu metonimiya. Metonimiya so'zi ham grekcha so'z bo'lib, qayta nomlash degan ma'noni anglatadi. Bunda demak bir-biriga bog'liq bo'lgan so'zlardan tejamkorlik natijasida bittasi tushiriladi va unga albatta ma'no jihatdan bog'liq bo'lgan so'z uning ham tushirilgan so'zning ham ma'nosini to'ldiradi va uning ham ma'nosini anglatadi. Demak, metonimiya hodisasida asosan tejamkorlik
ni kuzatishimiz mumkin. Demak, nutqiy tejamkorlik natijasida faolroq metonimiya hodisasi yuzaga keladi. Metonimiya hodisasi sof lisoniy bo'lishi ham mumkin yoki nutqiy bo'lishi ham mumkin. Masalan, borma aytmaganning dasturxoniga desak, demak, aytmaganning bu demak nutqiy hodisa, aytmagan insonning ma'nosini anglatyapti. Agar dasturxonga boqqan do'st emas desak, bu yerda dasturxon demak lisoniylashdi. Demak, o'sha metonimiya hodisasi sof lisoniy bo'lishi ham mumkin, ya'ni lisoniylashishi mumkin yoki nutqiy holatda kuzatilishi ham mumkin. Umuman olganda metonimiya ham metafora kabi faol ko'chim turlaridan hisoblanadi va nutqimizda ko'plab ishlatamiz. Masalan, 18 ga kirmagan kim bor? 18 yoshga yoki butun qishloq motam qildi. Qishloq emas, qishloq aholisi. To'y erta tarqadi. To'y erta tarqamaydi, albatta, demak, to'ydagi odamlar yoki mahalla buning ustidan shikoyat qildi desak, demak, mahalla emas, mahalladagi odamlar. Nutqimizda ko'plab bunaqa misollarni uchratishimiz mumkin. Jonli nutqda badiiy asarlarda ham bu hodisadan faol foydalaniladi va albatta ma'no ko'chish usullari ta'sirchanlikni, bo'yoqdorlikni ta'minlashga ham xizmat qiladi. Navbatdagi ko'chim turi sinekdoha hisoblanadi va sinekdoha nisbatlash gerekcha so'z bo'lib, nisbatlash degan ma'noni anglatadi. Bunda qism orqali butun va butun orqali qismni anglash hodisasi deb tushunishimiz mumkin. Ya'ni sinekdohada qism orqali, biror narsaning qismi orqali o'sha narsaning butunligi yoki biror narsaning butunligi orqali aynan shu narsaning qismi anglashilsa, sinekdoha yuzaga keladi. Masalan, tirnoqqa zor. Tirnoq insonning qismi va tirnoq deganda farzand nazarda tutilyapti. Demak, bunda qism orqali butun yuzaga kelyapti. Agar mashinaning dami chiqib qoldi desak, mashina butun, mashinaning dami chiqmaydi, demak, g'ildiragi, ya'ni ballonlar nazarda tutilyapti. Umuman mashinaning g'ildiragi desak, demak, o'sha mashinaning dami chiqdi deganda g'ildirak tushunilyapti. Butun orqali qismni anglashimiz mumkin yoki qush kelib daraxtga qo'ndi desak, daraxt emas, uning shoxi tushunilyapti. Bunda ham butun orqali qism anglashilyapti. Demak, sinekdohani shartli ravishda ikkiga bo'lib olishimiz mumkin: qism orqali butun yoki butun orqali qism. Hurmatli tinglovchilar, bu o'rinda shu narsaga diqqat qilish kerakki, sinekdoha va metonimiya hodisalari anchayin yaqin. Har qanday bir qismni aytish orqali kichkina narsani aytib katta narsa tushunilsa, sinekdoha bo'lib ketavermaydi. Chunki sinekdoha bo'lish uchun birinchi sharti o'sha butunlikning bir bo'lagi bo'lishi kerak. Masalan, kiygan kiyimi yoki taqqan qanaqa taqinchoqlari bilan chaqirsak yoki ana ko'zoynakni chaqiring desak, ko'zoynakni chaqiring bu yerda shaxs tushunilyapti, lekin bu metonimiya, chunki ko'zoynak insonning qismi emas. Demak, albatta butun bo'lak munosabatini bu o'rinda yaxshi kengroq anglab olishga to'g'ri keladi. Krasovkani chaqiring deganda biz demak yoki qizil shapkani chaqiring desak, qizil shapka deganda biz metonimiya deb olamiz. Sababi shapka insonning qismi emas. Bunda butun bo'lak munosabati ifodalanmagan. Demak, sinekdoha ham xuddiki metonimiya kabi lisoniy va nutqiy ko'rinishlarga ega. Keyingi ko'chim turi bu vazifadoshlik. Vazifadoshlik ham xuddi metafora kabi o'xshashlik asosida yuzaga keladi, faqat metaforadan buning farqi, bunda bajaradigan funksiyasi, demak, tashqi ko'rinishi emas, belgi xususiyati emas, demak, bajaradigan funksiyasi, bajaradigan ishi aynan asos ma'nosi ko'chgan so'z bilan bir xil bo'ladi. Masalan, o'q so'zi. Kamonning o'qi desak, demak, o'z ma'nosida hisoblanadi. Ya'ni kamonning o'qi demak, qanaqadir metal va ma'lum bir yog'och qismidan tashkil topgan bir jismni tushunamiz o'q deganda. Endi miltiqning o'qi butunlay bir boshqa ma'noni anglatadi. Metal parchasi degan ma'noni anglatadi. Demak, lekin ikkalasining bajaradigan vazifasi aynan bir xil. Yoki chiroq dastavval ko'tarib yuradigan piliklardan tashkil topgan yoritish vositasini anglatgan bo'lsa, hozirgi kunda
chiroq deganda yoki chiroq ustasi deganda elektr toki bilan ishlaydigan ma'lum bir yorug'lik bilan ta'minlaydigan narsani tushunamiz. Demak, aynan birinchi chiroqning nomi ikkinchi chiroqqa qo'yildi va bu aynan vazifadoshlik hisoblanadi, chunki ikkalasining bajaradigan vazifasi bir xil. Buni biz virus so'zida ham ko'rishimiz mumkin. Virus demak o'sha koronavirus deganda yoki umuman biologiyadagi insondagi tabiatdagi tirik organizmlarda mavjud bo'ladigan virus o'z ma'nosida bo'lsa, texnikalardagi kompyuter yoki telefondagi virus bu aynan vazifadoshlik asosida nom ko'chish hisoblanadi. Hurmatli tinglovchilar, mavzumizni mustahkamlash uchun quyidagi savol va topshiriqlarga javob bersangiz yanada yaxshi bo'ladi. Agar mavzu yuzasidan savollaringiz bo'lsa, quyidagi manzillarimizga murojaat etishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun tashakkur.